Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rib atqaninglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Mazkur sayfimizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator eslatib o'tamiz. Men Juma. Men Aqida. 8 aprel 1944-yil 13 noyabrda G'uljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jamhuriyati Milliy armiyasi qurilganligiga 65 yil to'shdi. Milliy armiya o'zining 5 yillik tarixida ko'p qitim g'albilik janglarni qilib, Eli, Oltay va Tarabog'day qatorliq viloyatlarni to'liq ozod qilgan. Milliy armiya yana Aqsu va Qashqarning bir qism joylaridami Gomindangchilarni tozalagan edi. Milliy armiya Urumchini ishg'ol qilish oldida Sovet ittifoqining besimi bilan Manas daryosi bo'yida to'xtab qolgan hamda 1950-yili Xitoy ozodlik armiyasining 5-korpus qilib o'zgartirilib, oxiri butunlay amaldan qoldirilgan. Sharqiy Turkiston Milliy armiyasining odam soni ko'payganda 40 mingga yetgan. Milliy armiya Uyg'urlarni asos qilgan har qaysi millatlarning o'g'il qizlaridan tarkib topgan edi. Mana shu qahramon milliy armiya Uyg'urlarning 20-asr tarixidagi shonliq shajarasi bo'lib qoldi. 4 aprel dunyoning har qaysi joylarida Baran inqilobining 20 yilligi namoyish va boshqa shakllarda xatirlandi. 4 ayning 4 kuni Baran vaqasining 20 yilligi munosabati bilan Xitoyning Anqarada turishliq elchixonasi oldida namoyish o'tkazildi. Bu namoyishga 100 atrofida kishi qatnashdi. Bu xildagi namoyish yana Xitoyning Istanbulga joylashgan konsulxonasi oldida ilib berildi. Baran inqilobining 20 yilligi munosabati bilan Germaniya Uyg'urlari Münchendagi cho'nglar mashrifining sohibxonligida Baran shehidlarini aslash va ularning ro'yiga duo tilovat qilish murosimi o'tkazdi. Murosim Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh shtabida ilib berildi. 1990-yili 4 aprel Aqdo'naysi Baran yesidagi bir qism Uyg'ur yoshlari Zaydin Yusuf qatorliq inqilobchilarning boshchiligida Xitoy hokimiyatiga qarshi qurolliq qo'zg'olon ko'targan edi. Yerli Xitoy hukumati 1 apreldan boshlab Urumchidagi diniy zotlarga to'yni qo'g'dash ta'lim-tarbiya harakati boshlagan. Xinhua agentligida ko'rsatishicha, mazkur harakat bir oy davom qiladi ekan. Bu navbat boshlangan to'yni qo'g'dash harakati millatlar ittifoqligini qo'g'dash, jamiyat muqimligini qo'g'dash, davlatning bir butunligini qo'g'dash va qonunning obro'yini qo'g'dash qatorliq mazmunlarni o'z ichiga oladi ekan. Yig'inda Urumchi shaharlik birlik bölümünün boshlig'i Abdurrahim Abliz diniy zotlarning alohida vazifalarini ustiga olgan asosiy qatlamdagi alohida kadrlik rolini joriy qildirib, diniy ishonguchi omma orasida to'yni qo'g'dash ta'lim-tarbiyasini qanot yadirishi va mavqesi aniqolda 3 xil kuchlarga qarshi kurash qilishi kerakligini ko'rsatgan. Xitoy munosabatlik doiralari Uyg'ur elida yana 200 milliard tonnadan ortiq yangi ko'mir zapisi bayqagan. Xitoy axborotlarida xabar qilishicha, shuning bilan G'arbning ko'mirni sharqqa yetkazish qurilishini 100 yildan ko'proq muqim ko'mir bilan ta'minlash kafolatga ega qilingan. Xinhua agentligida ko'rsatishicha, bu navbat bayqalgan ko'mir zapisi Turpan o'ymonligiga joylashgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy davlatlik ko'mir qidirib tekshirish organlari oldingi yili Turpan o'ymonligidan 190 milliard tonna ko'mir zapisi topgan bo'lsa, bu yil yana yangidan 205 milliard 800 million tonna ko'mir zapisi bayqagan. Xabarda ko'rsatishicha, Turpan qumul ko'mir balvig'ida jami 570 milliard tonna ko'mir zapisi borligi mo'ljallangan. Uyg'ur Abzum rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati Shanxay xalqaro yarmankasi va Guangzhou shahrida o'tkazilgan Osiyo tanakat yig'inining bexatarligini kafolatga ega qilish uchun Uyg'ur elining jamiyat muqimligini bor kuch bilan saqlashni talab qilgan. Xitoy axborot orqali xabar qilinishicha, Uyg'ur elidagi jihi nazorati ko'rsatgan bu vaqtdagi yo'l-yo'riqlarda qattiq va jiddiy bo'lish prinsipida ching turish qatorliqlar ko'rsatilgan. Xabarda naql qilinishicha, jihi nazorati portlatqich, qurol-yarog', oson portlaydigan va radioaktivlik buyumlarni tekshirib aniqlash va bexatarlikni kuchaytirish xizmatini qanot yaydirgan. 2008-yili Beijing Olimpik mezgilidami Uyg'ur elida yuqorqiga o'xshash bexatarlik tadbirlari e'longa edi. Gollandiya Sharqi Turkiston Uyg'ur birligi rahbarlari alayda taklifga binoan Gollandiyaning Amsterdam shahrida o'tkazilgan Payg'ambar alayhissalomning tug'ilgan kunini qutluqlash faoliyatiga qatnashgan. Bu yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadir xonimning hayoti bayon qilingan maqola e'lon qilingan. Hamda Yevropa musulmonlari munbiri nomli jurnal taqtilgan. Uyg'ur vakillariga sahnadan alayda yer berilgan. Bu faoliyat 2010 yil 4 ayning 4 kuni o'tkazilgan.
Мәзкур пағалиетке Түркия Dini İşler İdaresi Başlığı Murat Bardak oğlu əpəndi, şundaqla Avrupadakı Türk Ammevi Təşkilat məsulları və Türkiye millet musulmanları bulup 40 min ətrafıda musulman qatnaşqan. Guantanamo türməsində teğiş tutub turuluyatqan axırqı 5 Uyğurның advokatları Washingtondakı Amerika sot məhkəməsiga iltimas sunup, bu bəşələrini Amerikaga qoyub berishini talab qildi. Mazkur arzda bu 5 Uyğur hərgizmi bizning düşmənlərimiz emas. Bularga siyaset bo'yicha emas, balki tamamen qonun bo'yicha muomala qilinishi kerak. Agar bular Guantanamoda turayotganiga 9 yil bo'lgandimi, bularning qonuniy huquqiga sal qaralsa, buni qabul qilishga bo'lmaydi deb o'tirib qo'yilgan. Xitay dairələri Uyğur rayonunda qoş til siniflərinin kölümünü bağınca kengaytməkdə. Tağrıtağ xəbər torunun bildirişçə, Uyğur Avtonom rayon miqyasında hər dərəcəlik qoş til siniflərdə oxuyatqan asallıq millət oxuğucularının sani 2.360.000-dən aşqan. Xitay dairələri Uyğurlar toplaşıb o'ltiraqlaşqan rayonlarda qoş til xizmətini qattiq elib beriyotgan bo'lib, faqat Kuchan ayisida 120dan ortiq qoş til sinifi qurilgan. Bu sınıflarda oxuyatqan oxuğucularning soni 28.500 ga yetkazilgan. Buningdan sirt, Xotan viloyatidami 3056 qo'sh til sinfi qurilib, o'quvchilarning soni 111.000dan oshirilgan. Qirg'iziston xalqi namoyish qilib, Qurmonbek Boqiyev hukumatini ag'dirib, yangidan vaqtli hukumat tikladi. Qirg'izistonning Bishkek shahrida 7 aprel boshlangan namoyish 8 aprelgacha davom qildi. Namoyishda 100ga yaqin odam o'lganligi ilgari surilmoqda. Namoyishdan keyin Qirg'iz prezidenti Boqiyev qochib ketdi. O'qitishlar namoyishda g'alaba qilib, vaqtli hukumat qurdi. Ular hukumatni bu yil saylam o'tkazguncha 6 oy so'rab turganligini bildirdi. Ammo Qurmonbek Boqiyev o'zining yanala saylangan prezident ekanligi, vazifasidan istifa bermaydiganligini bildirdi. 2005-yili Qirg'iz o'qituvchilar ko'rkim guli inqilobi qo'zg'agan va ayni vaqtdagi prezident Asqar Aqayevni ag'dirgan edi. Bu hafta yuz bergan yana bir muhim xalqaro xabar bo'lsa, Amerika Rossiya orasida tuzilgan yadro qurollarini qisqartish kelishimi. 8 aprel Amerika prezidenti Barack Obama va Rossiya prezidenti Dmitry Medvedev yadro qurollarini qisqartish kelishimini rasmiy imzoladi. Çex Cumhuriyetining poytaxti Pragda imzolangan kelishim bo'yicha ikki davlat yadro qurollarının 3dan 1 qismi qisqaraydi ekan. İki davlat orasidagi bu kelishim muhim ahamiyatga ega bo'lib, Amerika prezidenti Barack Obama kelishimni yaqinqi 20 yilda imzolangan eng mukammal yadro qurol qisqartish kelishimi deb ta'rifladi.